Mushriklar Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelishdi. Aytishdiki, bizga Robbingni nasabini ayt deyishdi. Shunda Alloh taolo vahiy qilib Nabiy sollallohu alayhi vasallamga oyatlarni nozil qildiki, Qul huvallohu ahad. Aytgin, Alloh yakka deb aytgin. Allohus somad. Ya'ni hech kimga muhtoj emas, balki butun borliq Allohga muhtoj va usiz biron bir ish hal bo'lmaydi. Va u shunday zotki, agar inson o'z ixtiyori bilan o'zining muhtojligini izhor qilmasa, bir kun majbur qiladi Alloh taolo, yalinib Allohga muhtojligini izhor qilishlikka majbur bo'ladi. Ya'ni samolyot qo'layotganda yoki kema cho'kayotganda, lam yalid va lam yulad, u tug'magan, tug'ilmagan. Tug'ilmagan, ya'ni yaralmagan. Allohni boshlanishi yo'q, subhanahu va taolo. U yaralmagan zot. Va lam yakul lahu kufuwan ahad, va unga hech kim teng kelmaydi. Hech kimga o'xshashi yo'q unga va hech kim teng kelmaydi Allohga. Mana shu sura Qur'onning 3dan 1ga teng keladigan sura deyildi. Nima uchun? Chunki Allohni ta'riflaydi bu sura.